38 qism. Aynurxon ichida. Asli bu bola ayni yillari Ro'zmamat elib qochgan bola shu kanda. Ajab muchung bo'p ketibdi deysa. Aynurxon olimga qarab yolg'ondan yig'i arlash. Bolam, bu sen ha? Sen ayni yillari acamning yutib ketgan bolasi shuma? Olim Aynurxonning gapini anqaramay. Aja, siz kim bo'lasiz, ha? Men ajab sizning gapingizni tushunamadim-ku. Odam tushungudek gap qiling xabar. Aynurxon olimga qarab ig'iz echib, "Bolam, men sening o'z onaning singlisi, sening hammang bo'laman. Taqdir degan shu mana. Taqdir ikkimizni mushu yerda uchrashtiribdi." Aja, sizlar meni aldamaganlar? dedi olim. Aynurxon kulib ketdi-da. "Bolam, bu ishqi seni aldab nima qilay? Sen menga ishonmasang, yura tog'angning uyiga borgan chaqda sen uningdan o'zing so'rab baq." Aynurxon shunday deb olimni Samatning uyiga boshlab mangdi. Bu kenitda burun odamning kuchiga yetmagidek terak va so'vetlar, egiz qum do'nglari, yeşil o'tloqlar, kangri ketgan ediz eriqlar bor edi. Hozir dal-daraxtlar yo'q, ko'hna uy, eski tamliqmi yo'q. Albatta, hozir Partiya hukumat dehqon ammasiga ko'hna uylarni, eski tamliqlarni cheqib, yangi pokiza, sifatlik, amin uylarni silib bergan edi. Aynurxon bilan olim necha minut mang'andan keyin uyning oldi zoziliq o'tirig'i qip-qizil gul tizilgan darvozasi, sop siyriq kelgan bir temir darvozani Aynurxon chekdi. Aradan 2-3 minut o'tgan bo'lsa-mu, biroq uydan hech kim chiqmadi. Bu qitim Aynurxon eshikni sal kuchayroq chekdi. Bu qitim tezla biri eshikni ochdi-da, "Voy acha, kep qapsiz-ku, bir ishingiz bormidi?" dedi. Ko'k mayka bilan podichilar ishtinini kiygan, chechini ishga o'rib olgan, ko'ziga ko'z asrash ko'zoyniga taqib olgan 20 necha yoshlar chamisidagi bir qiz. Bu qiz bo'lsa Samatning yolg'iz qizi Marhaba edi. Aynurxon sal qo'pollik bilan, "Hey juvoynimak, bir ishim bo'lmasa kelsam bo'lmamti-a? Uyda dadang bormi yo'q?" Aynurxonning gapini anglagan Marhaba o'zining bema'ni savol so'rag'anligidan sal xijil bo'lib, aloqazoda bo'lib, tili kalvolishib kekeshlab qoldi-da, "Yo'q, unoq emas. Acha, kiring, dadam uyda bor." deb Aynurxonni uyga boshladi. Aynurxon bilan olim uyga salom qilib, "Tinchlikmi? Qanday ahvolingiz aka? Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi?" dedi Aynurxon. Samat uyning bir bo'lingida chiroyi tatarang'u, yuzlarini son-sanoqsiz qo'riqlab bosgan holda saykirat karvatida injiqlab yotadi. Samatning ayoli Aynurxon bilan olimning ostiga ko'rib selib, Aynurxonni to'riga taklif qildi. "Qani, Aynurxon singlim, to'riga marhamat." Biroq Aynurxon gap qilmasdan Samatning yeniga kelib o'ltirib, "Aka, meni taniyaldingizmi?" dedi. Samat chiroyiga ozroq kulgi yugurtib, nihoyat zaif ovozda, Tanıdım. Sen singlim Aynurg'u." "Aka, bugun bekla muhim bir ishni senga aytqili kirdim. Olim bolam, bu yoqqa kela", deb chaqirdi Aynurxon. Olim Aynurxonning chaqirishi bilan Aynurxonning yeniga kelib o'ltirdi. Aynurxon Samatga qarab olimni ko'rsatib, "Aka, qarig'ina, bu yigitni taniyaldingmi?" Samat olimga sinchilab qarab, ayni yildagi Tursuni ko'rgandek, yana bir taraflari singlisi Oyxonni ko'rgandek bo'ldi. Samat chiroyiga kulgi yugurtib Aynurxonga qarab, "Singli, bu yigit ayni yili Ochang Oyxonga yana bir tarafdan ayni yilidagi hiliqi yalang" deb gapining oyog'ini ichiga yutib etib, "Singli, bu Oyxonning bolasi o'xshamabdi." Aynurxon kulib, "To'g'ri topdingiz aka. Bu ayni yilidagi dadam va bizni tashlab ketgan Oyxon achamning o'g'li olim bo'ladi." Samat Aynurxonning gapidan sal ajablanib qoldi-mu, chiroyi darhol o'zgardi-da. "Oy singli, Oyxonning bolasining ismi aniq yodimda turibdi.
ayni yillari biz qo'ygan ismni yaratmay, dadisiga o'xshash botir odam bo'ladi deb, bolasining ismini Azimat qo'ygan emasmidi? Aka, to'g'ri dedingiz, ham xatolashdingiz, dedi Aynur Samatga qarab. Samat Aynurxonning gapidan sal ajablanib, "Singlim, meni qiyirib qoldi. O ishlarni esiga ololmaydi deb qaga o'xshamamsiz. Mening kallam tex saq." Aynur qaqaqlab kulib ketdi-da, "Voy aka, rostila qiyirib qopsiz. Ayni yillari achamning qo'sh kezak tuqqanligini unutib qoldingizmi?" deyishi bilan tangla Samatning ayoli, "To'g'ri, ayni yillari Ayxon yengam qo'sh kezak o'g'il tuqqan." Aynurxon Samatning ayolini quvvatlab, "Mana yengamning ho'sh kalisi xeyli joyida ekan." Samat sal o'ylanib turib qoldi-da, esiga kelib tezla, "Singlim, sen kimningni ko'ltiroltivyapsan? O bola ayni yillari Tiznab daryosiga tushib ketib o'lgan. Buni o'zingmi bilasan?" Alim bolaning dard talashlarini tushunmay angmay qilib qoldi. Aynurxon yana gap boshlab, "Aka, ayni yillari achamning yolg'ondan sarang bo'lib qolganini senmi obdan bilasan. Bolaning izdirikini shuncha qilgan bo'lsaqmi, biroq u chiqmagan. Ham achammi bolaning daryoga tushib ketganligini ko'rmagan. Aka, seningmi esingda bo'lishi mumkin. Asli bu bolani yiliqi Ro'zmamat bo'lib ketibdi-ekan." Aynurxonning gapini anglab, Samat va ayolining ko'zlari yo'g'inib, bu ishdan ayron qilishdi. "Asli bu ishning tigi mundaqkanda. Singlim, bu bola ayni yilidagi bulab ketilgan bola shu o'xshamamdi." "To'g'ri aka, dal topding. Bu ayni yilidagi sen men boqaman degan bola shu. Kela Alim, dada yo'lliq tag'anga salom qil." Alim Aynurxonning gapini anglab, "Tag'a, qanaqa ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Men bekla vafosizkanman. Men sizlarni yo'qlabmi kelammidim? Meni kechiringlar." deb yig'lab soldi. Samat Alimning beshini astag'ini silab turib, "Undaq dema bola. Bu sendeki xatolik emas. Bu hiliqi iflosning ishi. Bola, onang sendan nihoyatmi uzun ayrildi. O seni her doim yod etib, qon yoshlari daryo bo'lib oqatdi. Bola, endi sen qanday qilmoqchi bo'lyapsan?" Alim tog'asi Samatning gapini anglagandan keyin nima deyishni bilamay o'dilla, "Tag'a, mening bordigan makonim yo'q. Men bir sargardon. Mening onam dadam burunli o'lib ketibdi. Men endi ini va sing'illarimni tepib, ularga tonishlik beraman." Alimning gapidan Aynurxon beshini yenik chayqab, "Bolam, sen ularni izlasangmi quruq avara bo'lib qolasanmikin? Acham o'g'lini o'qitish uchun nurg'unlagan jafolarni tortib, uni ishkirga yo'lga solgan. Kim o'ylagan, u yomon nachar bolalarning kayniga kirib, zaharga xumor bo'lib qilib, maktabdan haydalibdi. Keyin u uyga qaytib kelib, bir kuni haroq ichib mast bo'lib qoldimi, o'zining bir tuqqan singlisini oyoq osti qilib, onasini urib o'ltirib qo'yib qaytib ketibdi. Keyin uni soqchilar tutib olib, uning necha yil soti ketdi. Keyinchi? U jazo o'tab chiqqandan keyin oshqozon raki bo'lib qolib o'lib ketibdi. Men bu ishlarni boshqalardan anglagan. Sen borsangmi kichik inani topa olaysan. Berish bormaslik o'zingning ixtiyoring. Alim keskinlik bilan, men inamni cho'qim izlab topaman. Uni tepib, men sening akang, men sening bir tuqqan qirindishing deyman. Biroq u menga qanday ishini bu bir masala. Alim shularni o'ylab turganda Samat eg'iz echib, bola, ikkilinglar tug'ilgan chaqda biringlarning o'ng mo'rsida, yana biringlarning so'l mo'rsida tangidek yumaloq xolba edi. Bola, sening qaysi mo'rangda xolba? Alim tog'asi Samatga qarab tezla, mening o'ng mo'ramda xolba. Bola, undaqda yaxshi.
Sen berip tushundirib boqqi. Agar ular ishonmasa, mo'rangdagi holni ko'rsat. Dedi Samet bovay. Biroq olim uchun berib qarindoshlarga tunishlik berish bir masala edi. Chunki olim bir qo'rsoq qarindoshi azimatni nobud qildi emasmi? Olim tag'isi Sametga qarab, Tag'a, undaq bo'lsa, o'zingizni ko'p ostirang. Men siz bilan mush yerda xo'shlashay. Aynurxonmi Sametga qarab, "Aka, menmi xo'shlashay amisa?" Olim Samet bilan xo'shlashib, Aynurxon bilan cho'ng yo'lga chiqdi. "Balam, sen endi qanday qilmoqchi bo'lyapsan? Yura, bizning uyga boraylik." dedi Aynurxon olimning so'lg'in chiroyiga qarab. Olim ig'ir o'ksinib qo'ydi-da, Ay, qanday qiladim? Berib qarindishimni izlayman shu. Ochama mangay. Uyingizga kinch kiraman. "Qarg'anda bir niyatga kelganda qilasan balam. Bo'pti. Seningmi o'ylaganlaring bordu." Olim Aynurxon bilan xo'shlashdi. Olim hozir uy makonsiz bir sargardon. Uning borar turar joyi yo'q. Olim bu yezidan chiqib, inisi Azharni izlashni o'yladi-yu, biroq yana ishkilinib qoldi. U inisiga qanday tanishlik berishni, Azmatning ishini qanday tushuntirishni bilmaydi. Olim bir kun yo'l mengib, bekli charchab, am qursqa echib ketdi. Biroq olimning yonida nadami pul bo'lsin. Olim umidsiz ko'zlarini poyonsiz ketgan osmonga tikib ichida, Hey dunyo, sen nima degan rahimsiz a? Kangir ketgan bepoyon zaminda men boshliqdek bir makomga chiqmadim. Men qanday qilishim kerak? Men zodi qanday qilsam bo'ladi? Yo'q. Men cho'qim o'rnimdan dastur shu. Qaddimni ruslashim kerak. To'g'ri. Azarbayjon ism kartasi bor. Men shuningdagi telefon nomeriga telefon qilib boqay. Olim o'yin-bo'yin yanchiqlarini axtarib, chapinning ichidagi yanchiqdan Azharning ism kartasini topdi. Olim chiroyiga kulgi yugurtib, Mana ism kartasini tepaldi. Endi men ommaviy telefon budkasiga berib telefon qilsamla bo'ladi. Olim o'zidan ancha yiroq bo'lmagan bir ommaviy telefon budkasi yeniga keldi-da, qo'lidagi ism kartasiga qarab, telefon nomerini bosdi. Necha minut o'tgandan keyin telefondan Azharning "Voy, yaxshimisiz?" degan ovoz anglandi. Olim telefonni qo'liga oldi-da, qo'lqiga akilib, "Voy inam, bu men Olim." Azhar olimning ovozidan tanib olgan edi. "Ha, Olimjon aka. Sizni tonidim. Bir ishingiz bormidi?" Olim sal o'ylanib turib qoldi-da, darhol esiga kelib, "Inam, menga bir yordam qilgan bo'lsangiz. Mening hozir boradigan uyim, boshliqdek makonim yo'q bo'lib qoldi. Shu sizdan yordam so'rab boqay deb sizga telefon qilgan." Azhar olimning gapiga tezlik javob qaytarib, "Aka, siz hozir nada? Aniq adresingizni dang. Men mashina bilan oldingizga boray." "Inam, siz qaysi kuni meni tushirib qo'ygan yerga keling. Men shu yerda saqlab turay." "Ma'qul. Men hozirla boraman." deb telefon uzilib, telefon ko'rikisidan tutildigan ovoz anglandi. Olim telefonning pulini to'lash uchun yanchiqini axtarib, yanchiqini o'rib axtargan bo'lsa-mu, biroq yanchiqidan bir mo'cha pul chiqmadi. "O anangni, pul yana bir chaponning yanchiqida qopdi emasmi? Asta, qanday qilish kerak? Zoda qanday qilishim kerak? To'g'ri. Eng yaxshi amal qichish." Olim shularni o'ylab, do'konchi boshqa xaridorlarga bir narsa sotayotgan fursatdan foydalanib, quyrug'ini xoda qilib badar tikivatdi. Olim uzun yo'l mangmayla Azhar yetib kelib signal urdi. Olim darhol mashinaga chiqdi. Olimning sovuqdan butun badallari muzlab to'nganlikdan tishlari kasildab, "Ajab sovuq bo'lyotdi desa, Azarjon, agar siz kelmagan bo'lsangiz, mushadim muzlab ketib qolgan bo'ladi. Rahmat sizga." Azhar olimning sovuqning dastidan tillari qalbalashib, kekeshlab ketganligidan kulgisi kelib, o'zini shuncha tutib olishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq o'zini tutolmay qaqoqlab kulib ketdi-da, olimga qarab, "Voy Olimjon aka, nemish bo'ldi? Yebingizdan qarsam,
ahvolingiz xarabdek qildi. Endi qana qilmoqchi bo'lyapsiz? Olim Azharning gapidan sal duduqlab qoldi-da. Men hozircha bilmayman. Ina, hozir mening bora makonim yo'q. Nega berishimni, qayerda turishimni bilmayman. Shunga deb gapining oyog'ini aytolmay to'xtab qoldi. Olim asli haqiqiy ahvolni Azharga aytsa bo'ladi. Biroq u unda qilishni xohlamadi. Azhar olimga qarab, "Olimjon aka, gapingizning tigida gapada qiladi-ku. Qaysi kuni onam dadam bor deganda qilgan edingiz. Endi boshqa gap qilib, bordigan makonim, turdigan joyim yo'q deysiz. Sizning zodi qaysi gapingiz rost? Aka, bu siz rost gap qilmasangiz, mendan xafa bo'lmang. Sizga yordam qila olmayman." dedi Azhar keskinlik bilan olimga qarab. Azharning gapidan olim amalsiz qilib haqiqiy ahvolni aytish niyatiga keldi-da. "Azharjon ina, asli bu ishlarni sizga aytmay, bu ish menga mushundaq sirpetlik qilib qolsin deb o'ylagan. Biroq siz bu ishlarni meni aytishga majburlab qo'ydingiz. Undaqda ina, xoli bir joyni teping. Sizga bu uzun hikoyani aytib beray." Azhar bir oz o'ylanib, "Aka, undaqda bizning uyga borayli. Bu uzun hikoyangizni uyda o'ltirib anglay." olim ma'qul degan ma'noda beshini lang'ishitib qo'ydi. Azhar mashinasini haydab uyi tarafga qarab mangdi. Yarim soat mang'andan keyin Azhar uyning yonidagi o'zi yasab olgan mashina to'xtatish maydoniga mashinasini to'xtatdi. Olim mashinadan asta tushib atrofga sinchilab qaradi. Biroq bu chog'da bo'riliq qorong'i tushib ketgan bo'lib, atrofdagi oq qordan boshqa biror narsani ko'rgilimi bo'lmaydi. Azhar mashinasidan tushib, atrofga hangmiqib qarab qolgan olimga qarab, "Oy, Olimjon aka, keldik. Yuring uyga kiraylik." deb olimni uyga boshladi. Azhar ayolini o'lik ovozda chaqirib, "Oy, Zuhra, tez bu yoqqa chiqing." uy ichidan Mana, hozirla chiqay, deb Azharning ayoli Zuhra chiqdi. "Xotin, bugun uyda mehmon bor. Siz bugun bola bilan ovi uyga o'tqalab ketib turing. Men keyinroq kiraman, ha?" Zuhramo ma'qul degan ma'noda beshini lang'ishitib qo'ydi-da, yoniga uyga kirib ketdi. Azhar olimni uyga boshlab, "Qani aka, siz uyga kiring." olim Azharning boshlashi bilan uyga kirib, uyning bir bo'lingida o'ltirdi. Azhar topshiriq ishlayotgan bolasi Tursunga qarab, "Bola, topshiriqni ovi uyga chiqib ishla. Opang shu uyda." Azharning o'g'li kulib qo'yib chiqib ketdi. "Olimjon aka, bu yoqqa kelib o'ltiring. Qani qo'llaringizni isitib oling." Olim mashga yiqiroq kelib o'ltirdi. Oradan necha minut o'tgandan keyin Azhar olimga qarab, "Aka, qinamda hikoyangizni boshlasangiz bo'ladi." "Ma'qul ina. Men iliq kuni siz bilan qo'shilib uyga borsam, dadam bilan onam takalishib qopti. Men nemish bo'lganligini bilib yiqish uchun kiray deb, hamda ishga qo'l uzatishimga dadamning mening gapimni chiqarganligini anglab, necha minut turib qoldi. Keyin onam bilan takalishib qoldi. Men ularning o'z bolasi emasganman." Otuz dokuzuncu qissam. Olim Azharga shu gaplarni davitib, o'zini tutolmay öksüp yig'lab ketdi. Bo'ldi aka, ko'nglingizni yerim qilmang, ha? Bu ishlarmi o'tib ketadi. Oxirichi qanaq bo'ldi? deb so'radi Azhar olimning ko'ziga tikilib. Olim ko'zlaridan oqqan marjondek yoshlarni surtib yetib, "Men hozirgacha dadam onam deb kelgan odam. Asli mening dadam onamla emaskan. Mening dadam onam boshqa bir ekan. Ular meni boshqalarning yenidan bulab akilib beqib cho'ng qipti-ki." Azhar olimning gapini tushunmay gangirab qoldi-da, "Aka, nemish sizni bulab akiladi?" Olim Azharning bu savolidan sal ochiq kelib, "Jenim inim, jim o'ltirib gapning oxirini anglasangiz, gapning beriga tepmay." deb qo'dirab qo'yib, yana hikoyasini davom etdi. "Asli meni beqib olgan dadam
mening o'z onamni yaxshi ko'rdi ekan. Kim o'ylagan? O'z onamning uningga mayli yo'q ekan. O'z onamning ko'nglida boshqa biri bo'g'ashqa, onam meni beqab olgan dadamni rad qilibdi. O'gay dadam o'z onamni olaman deb, yelimdek o'z onamga chaplashyapti. Keyin onam o'zi yaxshi ko'rgan odamga muhabbat izhor qilib, amaldor bo'lib qopti. Keyin o'gay dadam bu ishni bilib qilib, o'z dadamning yuragiga xanjar sanjib, Tiznab daryosiga tashlab etibdi. O'gay dadam o'z onam bilan majburiy to'y qilmoqchi bo'pti. Onam aqlli ayol bo'g'ashqa bir kechadala sarang bo'lib qolgan qiyofatga kiribdi. O'gay dadammo o'z onam bilan to'y qilmabdi. Oradan 7-8 oy o'tgandan keyin onam qo'shkizak yangibdi. Onam sarang bo'lib og'ashqa bu ishga bolani tang baqsa, yolg'on sarang bo'lib qolganligi oshkorlanib qilishdan qo'rqib, bir bolani tog'amlarga tashlab beribdi. Bir necha yildan keyin onam meni agashtirib, daryo bo'yiga chiqqanda, onamning diqqat qilmagan fursatidan foydalanib, o'gay dadam meni elib qochib, uyga elib kiribdi. O'gay onam tug'magan bo'lsa-mu, meni beqishni rad qilibdi. Biroq o'gay dadam o'gay onamni majburlab, menga olim deb ism qo'yib, meni beqib qatorga qo'shibdi. Men 15 yoshga kirgan yili to'liqsizni bitirib, to'liq o'tir maktabga imtihon berdim. Biroq o'talmagani oz deb, dadamdan o'ligidek tayoq yedim. Dadam yerdan yiqilib tushib, meyib bo'lib qolg'ashqa, menga ortiq gap qilolmadi. Lekin nurg'un pul qashlab, ichkaridagi bir to'liq o'tirning chaqirqini hal qildi. Meni ichkaridagi to'liq o'tirga yo'lga soldi. O'gay dadam men mingish oldida menga bir bola borligini, u bolaning dadasi o'zini mushundoq meyib qilib qo'yganligi. Mening o'zi uchun u boladan o'ch elishimni aytdi. Men uning o'gay dadam ekanligini bilmagachga, uningga ma'qul bo'ldim. Men keyin u boladan o'ch elish niyatida avval uni zaharga xumor qilib, ondan uni aroq tamokiga o'rgatdi. Eng oxirida u bola maktabdan qo'g'ilib, yurtiga qaytib ketdi. Menmi yamonlar bilan arilishib qilib, tegi yo'q cho'ng onga tushib ketdi. Oxirida men qonunning jazosiga uchrab, degan necha oyning oldida chiqdi. Bo'lgan ishlarning hammasi mushu. Olimning bu qisqagina hikoyasidan Azharni xuddi chaqmoq so'qqandek andishtirvatdik. Azharning qalbida olimga bo'lgan nurg'ulg'an chigish xayollar paydo bo'lib ichida. Necha vaqtdan beri mushunda qirasil. Odam qalbidan chiqqan hayvonga ich og'irtib, uning yistashli qilib yuribdimi? U qasligan bolaning sargurashtisi akamnikiga o'xshashgan deysa, endi men bundan keyin uningdan nazar aylasam bo'g'idak. Azhar shunda xayollarni qilib, olimga nafrat nazarda qaradi-da, zarda bilan: "Olimjon aka, nimishqa bunday qilasiz? Nimishqa boshqalarning istiqbolini nobud qilasiz? Siz bekli ifloskansiz." Olim Azharning tillashlaridan sal yengilib qolgandek his qilib: "Tillang eni, tillavira. Bu menga haq. Eni, bu ishlarni sizga aytgan ekanman, yana bir cho'ng maxfiyatlikni sizga deb beray. Lekin siz o'zingizni tutib oling. Men sizning ona bir, doda bir qirindishingiz eni. Men bu ishlarni texi necha kun avval bildim. Qaysi kuni ustal ustidagi oila suriyatingizni ko'rmagan bo'lsam, bu ishlarni men qachongacha bilmay yura bo'g'iydim kintam. Eni, meni kechiring. Meni kechiring. Men boya hikoyada so'zlab bergan qo'chkizak bolaning biriman. Yana biri mening enim, sizning akangiz Asmat shu. Men uni qashladim. Uning istiqbolini nobud qilib, uning o'limiga sababchi bo'ldim. Enim, men odam emas ekanman. Meni kechiring enim. Meni kechiring. Deb olim öksüp yig'lab ketdi. Azhar olimning gapini anglab, poyi chaqmoq so'qqandek bo'lib ketgan bo'lsa, endilikda yuqori besimliq tok tutib olgandek butun badallari titrab ketdi. Azharning ovozlari titrab: "Olimjon aka, meni aldavatsiz, ha? Rahmatli onam asaldan menga bu to'g'riliq ig'iz ichib boqmagan. Sizning bu ishga isbotingiz bormi? Men sizning gaplaringizga qanday ishonaman? Bo'ldi aka.
Bundaq yalğan yavdaq gap qilib, meni ko'ldiriltaman deyman. Siz beklar razilkansiz. Bo'pti. Bugun kech bo'lib ketdi. Mush yerda qo'nib qiling. Biroq ati ko'zimdan darhol yo'q qiling. Bundan keyin sizni ikkinchi ko'zim ko'msin. Alim aloqazodi bo'lib, qanday isbot ko'rsatishni bilmay, birdan gangirab turib qoldi-da, darhol tog'asining gibi esiga kelib. Ina. Azmatning so'l mo'rsida tangidek yumaloq xalbam edi. Yoki yo'qmidi? Azhar olimning gapini anglab tushunmay, Ha, so'l mo'rsida bir xalbar edi. Alim o'ng mo'rsini echib, Ina, mana qarang. Mening o'ng mo'ramda xalba. deb Azharga ko'rsatib qo'ydi. Aka, bu nimani isbotlaydi, ha? Alim qandaqla tushundirgan bo'lmasin, biroq Azhar zodila bunaq razil qerindishi borliqiga ishonmadi. Alim öksüp yig'lab, yuragi og'rib ketdi-da, og'irgan tarafini qo'li bilan tutdi. Alimning ko'ngli tuyuqsiz yurib ketgandek bo'ldi-da, Azharga qarab jiddilik bilan, Ina, yuragingizni tutib yiqing. Alimning gapidan hayron qolgan Azhar, Nimaga yuragimni tutadi? Avval bir tutib yiqing. Azhar darhol qo'lini o'ng taraf, ya'ni yuragi do'pildab so'qiyotgan tarafga uzatib, qo'li bilan o'ng maydasini tutdi. Alim chiroyiga ozroq kulgi yugurtib jiddilik bilan, Ina, barliq odamlarning yuragi solda bo'lsa, nemish sizning yuragingiz o'ngda? Azhar bu ishdan hayron qolmadi. Chunki u aksi singlisining yuragining o'ng tarafda ishganligini obdan biladi. Inam qarang, mening yuragimmi o'ng tarafda. Acaba bumi yetmamdi? Azhar buningdan nihoyatda hayron qolib, darhol berib olimning o'ng tarafini tutdi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Ikkimiz qarindoshmi? Olim kulib turib, Ha, biz qarindosh. Azharning qattiq ochiqi kelib, ovozlari titrab, Sen qandaq isbot ko'rsatsanmi? Men uchun baribir. Sen akamni zaharlab, uning istiqbolini nobud qilding. Ham onamning, singlimning, akamning o'limiga sababchi bo'lding. Sen bo'lmagan bo'lsang, bu ishlarni yutmamagan bo'ladi. Sen bu ishlarni qilib nima foyda olding? Mening zinhor sendek akam yo'q. Sendek akam yo'q. Olim Azharning gapidan nihoyatda umidsizlanib, ovozlari titrab, Ina, nima deyapsiz? Ayni chog'da men bu ishlarni bilmaydi. Agar bu ishlarni bilgan bo'lsam, men shunda qilarmiydi. Menmi hozir senga o'xshash hissiyotda ina. Unaqama. Menga ishon. Olim Azharga qancha tushundirgan bo'lsa-mu, biroq bu ishlar zotila Azharning qalisidan o'tmayotdi. Azhar olimning umrvoyat nafratlanishi aniqla edi. Kimmi o'z onasi va akasining o'limiga sababchi bo'lgan bunday qo'rqul odamga yaxshi muomala qila olasi? Azhar ichida bir oz o'ylanib, Yo'q. Mening bunday iflos akam yo'q. Men hargizmi buni e'tirof qilmayman. Jinim ona ko'ryapsan. Qara, ayni yillari yo'qolib ketgan o'g'lim qaytib ketdi. Uning aytishicha, Azmat akamni qasligan, zaharga xumar qilgan, uning istiqbolini nobud qilgan boshqa biri emas. Dal sening ayni yilidagi yutib ketgan o'g'lingka. Ana, ko'rib turibotqansan. Ayta, men qanday qilsam to'g'ri bo'ladi? Azhar shu xiyollarni qilib, ko'zlaridan yosh tomchigan peti bu shirin uyquga g'arq bo'lib ketdi. Azarjon ina. Olim Azharni chaqirgan bo'lsa-mu, biroq Azhardan hech bir tivish chiqmag'achqa, olimi gap qilmasdan uyqusini boshlabdi. Jinim o'g'lim Azhar, ko'zingni ochqin. Azhar balam, ko'zingni ochqin. Azhar birisining o'zini chaqirganligini anglab, ko'zini g'uva etib, uyning ichiga sinchilab qaravotdi. Biroq hech bir narsaning qarisini ko'rinmaydi. Azhar yana yetishiga, "Balam, jinim o'g'lim, menga qarasang-chu." Kim bo'lsa, bu yoqqa chiqa. "Jinim balam, bu men sening onang, jinim o'g'lim." Azhar asta beshini ko'tarib, yana uy ichiga sinchilab qarab chiqdi.
Azhar uyning bo'ling'iga qarab, qo'rqqanidan ko'zlari yug'inab ketdi. Olmasdi. Azhar quyuq tumanning orasidan oq kiyim kiygan, sochlari qordekla oqirib ketgan bir simoni ko'rgan edi. "Jinim bolam, qo'rqma. Men sening onang. Seni bekli seyqindim. Biroq qaytib kelishga mening amalim yo'q. O'g'lim, oldingda turgan bu bola rostla sening akang. Men uni nihoyatda uzun yillar ilgari yutirib qo'ygan edim. Biroq bolam dunyoda ozmaydigan inson yo'q. Odam bo'lgan kammiz. Amini xatolashishdan qutulg'ini bo'lmaydi ekan. Akşam sizlarning gaplaringlarni hammani angladim. İnsanның eng go'zal fazilati abuchalliqku. Hozir akangning boradigan makoni yo'q. Sen onu sarson bo'lsin demsan. Bolam, onu yoningda ep qol. Onunğa qanday odam bo'lishni o'rgat. Men mangdim. Bolam, o'zingni asrag'in. Deb bu quyuq tumanlar orasidan Oyxon onaning simosi g'oyib bo'ldi. Azhar jiddilik bilan: Ana, qiynasdan jinim ana. Azhar yuziga tekkan tasdak bilan asta ko'zlarini ochdi. Biroq Azharning ko'zlaridan texicha yoshlar quyilib-otadi. Voy ina. Odamni ajabman qo'rqitding deysan. Eli ana deysan, eli dada deysan. Men qarsam hech kim yo'qkan. Seni qancha chaqirgan bo'lsam-mu uyg'onmadim. Shungisini urushga majbur bo'lib qoldim. Kechirgin ha. 40-cı qissam. Oy inam, odamni ajabmi qo'rqiting deysan? Eli ona deysan, eli dada deysan. Men qarasam hech kim yo'q. Seni qancha chaqirgan bo'lsam-mu uyg'onmading. Shungisini urushga majbur bo'lib qoldi. Kechirgin ha. Biroq olimning yolg'on orlash gaplari Azharning quliqiga kirmayotgandek qiladi. Azharning butun asiyodi boyimqa onasining simasida edi. Azhar olimga ortiq gap qilmay: "Bo'ldi. Boya onam tushimga kirib qopdi. Sizni uyg'otayotgan bo'lsam kechiring. Bo'ldi, uxlayvering." deb yana yotdi. Amdilikda Azharning sodala uyqusi kelmay, telefonni yondirib soatga qaradi. Uf, endi soat 4 bo'pti-ku. Tong yetishga yana 3 soat bor ekan. Azhar ko'zlarini yumib, aqlini bilgandan tortib, toki cho'ng bo'lib nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan kechirgandan tortib, to'y qilib, turmush qurib, hozirgacha bo'lgan ishlarning hammasi uning kallasidan xuddi kino lentisidek bir-birlab o'tib, onasi bilan tortgan jafo mushaqqatlarni, kulki chaqchaq va xushal xuramliq ichida o'tgan har bir daqiqa, har bir minut, har bir kunlarni yipidan yangisig'icha eslab, onasi va dadasini, o'n gulining birisi echilmay to'zib ketgan singlisini, xatolik o'tkazgan bo'lsa-mu, bir onaning sutini tang emib, bir qursaqda tang yotgan qerindishini. Sevg'inish o'tlari Azharning yuragini kuydirib kul qilib-otadi. Azharning olimning anglab qolishidan ansirdimu yotgan ichiga beshini cho'mkib, öksüp yig'lab-otadi. Olimning faqat uyqusi kelmay uxlamagan bo'lib, Azharning unsiz yig'isini anglab yotadi. Olim Azharning bu ishidan qattiq azoblanib ichida: "Hammasi mening kasobatimdan bo'ldi. Men o'zimning o'z onasiga va o'z inamga zaharli qo'limni sunib, ularning o'limiga sababchi bo'ldi. Inamning hech bir odamga dardini aytolmay, dard alamlarni ichiga yutib azoblanishiga mana mendek hayvon iflos sababchi. Men bundan keyin cho'qim yaxshi odam bo'lib, dinimning ishlariga yordam qilaman." Olim va Azhar o'zimi sezmagan holda uxlab qolishdi. Atiganda Zuhraning ishini yenik chekishi bilan Azhar ko'zlarini ochib, olimga qarab, olimning tatliq uxlayotganligini ko'rib, uni uyg'otib etishga ko'zi qiymagan bo'lsa-mu, biroq Zuhraning ishini sal kuchab chekishi bilan olim ko'zlarini ochib, derazaga qarab: "Oy, Azhar ina, tong aytibdi-ku. Baldir uyg'ongan odam meni uyg'otib etsangiz bo'lmasmidi odamni xijil qilib?" "Yo'q,
Mənimi texi baya uyg'ongan edi. Siz nimaga xijil bo'ladingiz? Bu sizning o'z uyingiz. Dedi Azhar. Zuhra atigan sahar turib tomoqni tayyor qilib bo'lgan edi. Zuhra kulimsirab, "Voy, texi o'rninglardan turmagan bitanglar. Qaranglar, tong atqili na vaqt." Azhar Zuhraning gapiga javoban, "Nimasini deysizlar, xotin? Akşam Olimjon akam bilan bahli uzun paranglashib, kech yotqashqa tong atqanni bilmay uxlab qopdimiz. Aras xotin, men sizga bir xush xabarni aytay. Mana bu Olimjon mening o'z akam chiqib qoldi. Bu mening dada va ona bir akam bo'ladi ekan." Zo'ziyib o'ltirib, meshga o'tin selib o't qalayotgan Zuhra Azharning gapini anqarolmay, "Nim dedingiz? Bu yaxsizning bir tuqqan qarindishingizmi ekan? Qizib qoldingizmi yoki bir kecha uxlab qopib aljib qoldingizmi? Sizning birla akangiz bor edi. U 10 yilning oldida o'lib ketgan. Buni menmi bilaman. Qandoqsiga bir sargardan yigit sizning qon qarindishingiz bo'lib qoladi endi." Zuhra gapini tugitib, Azharga savol nazarida qaradi. "Ay xotin, ikkimiz bir mahallada. Akamning o'lib ketganini sizmi bilasiz? Lekin onamning yana bir qo'shkezak akasi borligini siz bilmaysiz-da. Ayni yillari bovam noyda boy bo'lib, dadam bilan onamning to'y qilishiga qo'shilmabdi ekan. Biroq dadamning onamga bo'lgan muhabbati chin, sap muhabbat bo'lg'ashqa, onam dadamga o'zini otib etibdi. Keyin qo'shni kanitdagi bir zo'migar boyning o'g'li onamni olaman deb, xuddi yelimdek chaplashyapti. Xotin buni desam ishonmaysalar. Ayni chog'da onam yezining go'zali ekan. O'htan boyning o'g'li dadamga xanjar urib, uni Tiznab daryosiga g'arq qilib etib, onamni majbur olmoqchi bo'pti. Biroq onamni aqlli ayol bo'lg'ashqa, to'y bo'ladigan kuni yolg'ondan sarang bo'libdi. O o'htan boymi onamning sarang bo'lib qolganligini ko'rib, onamni elishdan voz kechibdi. Necha oy o'tgandan keyin onamning qo'rsiqqa borgan sir yo'g'inab, o'lib ketgan Azmat akam bilan mana yenimda turgan Olim akamni yengibdi. Onamning ehtiyotsizligi tufayli Olim akamni heliqi o'htan boyning o'g'li elib kechibdi. Biroq onam buni bilmagachga Olim akamni daryoga tushib ketdi deb o'ylabdi. Hey, onam buni bilmay o'lib ketdi. Azhar yig'lab ketdi. Olim Azharning mo'risini yenik urib, "Bo'ldi ina, o'zingni tutib ol. Bu ishlarmi o'tib ketdi. Ham ketganlar ketdi. Endi biz bo'lsaqmi xo'shal xo'ram, baxtlik yashayli." Olimning gapini Zuhra qo'llab, "To'g'ri, Olimjon akamiz to'g'ri aytdi. Azhar, biz bo'lsaqmi xo'shal xo'ram, baxtli yashashimiz kerak. Biz baxtli bo'lsak, ularga yuz kelalaymiz." Azhar Olim va Zuhraga qarab kulimsirab, "Ma'qul, bundan keyin biz cho'qim baxtli yashaymiz. Zuhra, tez tomoqni tayyor qiling. Men tomoqni yeb bo'lib, do'konga berib, Olimjon akamga ishni o'g'irlashtirib qo'yib kelay." Zuhra Azharning gapini anglab, "Voy Azhar, seni endi turgan bilan-chu, men atigan turib tursini maktabga yo'lga selib qo'yib, bir qozon polonimi tayyor qilib bo'ldim. Men hozirla tomoqni akiraya" deb chiqib ketdi. Azhar Olimga qarab kulimsirab, "Qaramamdigan xotinni. Qo'lim shundoq chivar ham ishchan." Olimmi Azharga qarab kulib, "Inam, yangam haqiqatan ishchan, chiroyliq, chivar ham chaqqankan." Azhar ayolidan faxrlanib, "Shuni danga aka, o'zi oq ko'ngil, ham samimiy." Azhar sopni kashni kiyib, "Aka, sat bo'ldi-ya. Men hojatxonaga chiqib kiray." deb hojatxonaga chiqib ketdi. Necha minutdan keyin Zuhra taxsiga o'xshagan mizilik polini usib, polining to'piga bir jin keladigan go'shni qo'ndirib elib, Olimning oldiga qo'ydi. Zuhra polini Olimning oldiga qo'yishiga, Olimning qo'li Zuhraning qo'liga tegib ketdi. Olimning yuragi tez so'qib o'zini tutolmay, Zuhraning qo'lini taxsi bilan qo'shib tutib oldi. Olim Akşam Azharga bergan atalmış va'dalarini unutib, endilikda o'z enisining ayoliga ko'z tashlayotgandek qiladi. Ko'nilada qon bilan kirgan xuy jon bilan chiqadi degandek, bu qorniyatning ko'ni xuyi yana qo'zg'alyotadi.
Zühre qo'lini changida tutib olgan olimga qarab jiddiylashib kekeşlab. Olimjon aka, nima ish qilyapsiz? Sarang bo'lib qolmagansiz? Tez qo'limni qo'yib eting. Agar asar ko'rib qolsa, ikkalimizning tugashgan ishi. Zühre shuncha yalvurgan bo'lsa-mu, biroq olim bir jup xuni ko'zini Zühredan uzmay vatadi. Zühre olimga qarab sat qo'pol talaffuzda. "O odam emas, hayvon, qo'limni qo'yib, o nomussiz!" deb qo'lini kuchab tortishiga bir taxsa o'xshagan mezilik polu to'kilib ketdi. Zühre yig'i aralash olimga nafrat bilan qarab, "Endi rozi bo'ldingmi? Azhar seni shunday hurmatlayapsa, sen hayvonning qiliqini qilib, o'z enangning ayoliga po'xirlik qilmoqchimisan? O pasanda it, o'limida o'lasan!" deb to'kilib ketgan poloni terib turishiga Azhar kirib, "Oy, Zühre, nima ish bo'ldi? Poloni tüküp etibsiz-ku. Nima ish bo'ldi ayting-a?" Olim Zühre'ga qarab, boyi bo'lgan ishni deb qo'yamdikin deb ansirdimu aytavur, Azharga qarab ig'iz echishiga. Zühre tezlik bilan Azharga qarab, "Boyi men polini akirishimga taxsibekli qiziqkan, qo'lim kuyib chidayamay qoldim. Shunga amalsiz taxsini tez qo'yishimga taxsi yon to'pib ketib o'rilib ketdi." Azhar Zühre'nin gapini anglab, Zühre'nin nahaytimi xijil bo'lganligini ko'rib, "Bo'ldi, hech qisi yo'q xotin. Boshqani akirsangiz bo'ladi-ku, ha?" Azhar tamoqni yeb bo'lib, olim bilan mashinasini haydab do'konga bordi. Azhar qiladigan ishlarni biraqor topilib qo'yib, o'zining yana qiladigan ozroq ishi borligini aytib, do'kondan chiqib ketdi. Olim do'konda Azhar topshirgan ishlarni qilayotgach, telib yiqilib tushib, tizini palampayga urib oldi. "Voyjon, bu o'lgur to'nglatqu!" deb to'nglatquni qattiq birni tepdi-da, putining barmoqlari qattiq og'rib ketib, to'lg'inib ketdi. "Voyjon, ajab og'rib ketdi deysa?" Olim Azharga tunishlik berishdan ilgari nurg'un shirin xayollarni qilgan. Cho'ng yeb, cho'ng ichib, xo'shal-xo'ram o'ynashni o'ylagan. Biroq olim Azharga tunishlik berishdan ilgari qilgan xayollar bilan hozir o'xshash chiqmaganligidan qattiq ochiq kelib ichida. "O pasandi it. Men kim, ha? Sen kim? Men-chu ayni vaqtida bir yo'lvoz edim. Endi sen meni ish o'rnida ko'rib, malay o'rnida mushundaq ig'ir ishlarga silyapsan. Sen mi qirindosh bo'ldingmi, ha? Sen o'ynab kulib tomosha qilsang, men sana madikor bo'lib, bu yerda ishlayapman. Bu nima degan adolatsizlik? Menmi bu oilaning varisi? Yo'q. Men bu so'ymaga bundaq bozak bo'lib, malaydek ishlab yursam, boshqalarning oldida qandoq yuzimni ko'tarib yurayman? To'g'ri. Men avval bu so'ymani ko'zdan yo'qitay. Shu chaqdila bu mol dunyo, soyib jamol mening bo'ldi. Olim ko'ngliga mushundaq razil xayollarni pukib, do'konning eshigini ochib qo'ydi. Oradan necha minut o'tgandan keyin bir xaridor kirdi. Va u xaridaga bir kiralg'u yana bir to'nglatquni nahaytumi arzon bahoda setib, pulini yanchiqiga mahkam soldi. Kech kirishga oz qolganda Azharning qaytib kelganini ko'rgan olim darhol ko'ynigining peshini yirtib, ozroq surilib ketgan tizini tengib oldi. Azhar omborga kirib, olimning tizini tengayotganligini ko'rib, darhol yugurib keldi-da, "Nima bo'ldi, olimjon aka? Ehtiyot qilsangiz bo'lmasmidi, ha? To'xtab turing. Sizni doktorxonaga opiray." "Bo'ldi, ina. Men undaq tavu nozuklardan emas. Men degan erkak. Bo'ldi, inam, chatoq yo'q." dedi olim Azharga qarab sat hiljayib. Azhar olimni elib uyga qaytdi. Olim mashinada o'ltirib nurg'un razil pilalarni pilalayotdi. Azhar olimga kulimsirab qarab, "Olimjon aka, men bugun nima ish qildim o'ylab yiqing-a?" Olim bilmayman degan ma'noda beshini chayqadi. "Hey aka, siz nima degan dud? Men-chu sizga uy setib olg'ili bordim. Uyni kelishib qo'ydim. Yana 2 kundan keyin siz bilan birga berib, uyni ko'rib kelaylik, ha? Andan keyin sizning yeshingizmi bir yerga berib qoldi. Sizni obdan oilaning qizidan birini tepib, to'yingizni qilib qo'yman. Albatta, turmushingizning qiynalib qolmasligi uchun sizga bir do'kon ichib beraman.
er ayol ishkanglar teng kuch chiqarib tirishib pul topsanglar bo'ladi. Qanaq aka, sizning ko'nglingizdagidek bo'ptimi? Olimning qattiq ochiqqa kelgan bo'lsa-mu, biroq yolg'ondan kulimsirab. Albatta inim. Noyitimi atrofli qo'rlashtiribsiz. Deb jimib qoldi. Yana ichida O o'lgur xumsi. Sen nima degan hiylagar ha? Sening hiylagarliging Tülkining hiylagarligidan eshib tushibdi. Sen mushunda qilib 2-4 tal pulingga menga uy ham xotin elib berib, ig'izimni atmoqchimi? Yo'q. Sening hargizmi ig'izimni bundaqli etib qo'yishingga hargizmi yo'l qo'ymayman. Qarab tur. Aytigichi sen cho'qim ko'zimdan yo'q qilasan. Olimjon aka? Hey aka, nima xiyollarni qilib o'ltirsiz? Azharni qattiq yo'qitib, uning mol dunyosiga qanday erishishni o'ylayotgan olim Azharning qayta chaqirishidan cho'chib. Inam kechirgan. Men bakla charchab ketibdiman. Sening chaqirganingni anglamag'inimni qara. Hech qisi yo'q aka, qani mashinadan tushing, uyga keldik. Azhar olimni boshlab uyga kirdi. Uyda Zuhra tamoq etib bo'lib, Azharning kichik shahzodasi Tursun dum yetib topshiriq ishlayotdi. Azharning kirganligini ko'rgan Tursun Azharning bu yo'llariga esilib, "Dodo, men seni bekla suygandim jinim dodo. Rost dodo, sen tunigin menga aytsan eng yaxshi ko'rdigan kempitin olg'ash kelaman degan tongo. Qani olg'ash keldingmi?" Azhar iliq tabassum qilib o'zining qo'liga talmirib qarab turgan o'g'liga qarab, "Asta, maushni. O'g'lim, kechirgin, xapoma, ha? Men unutib qoptiman." Biroq Azharning gapini anglabla Tursun uyn selib yig'lab ketdi. "Voy, bolam, unutib qoptiman. At olg'ash kelay dedim-ku." Tursun Azharning gaplariga quloq solmay yig'lab yotadi. Oshxonada lag'mon tortayotgan Zuhra kirib, "Azhar, nima bo'ldi? Bolani buncha yig'latquchi, do'qmishki do'konga chiqib elib kirsangizla bo'lmadimi?" Olim Tursunni bezlagach, "To'g'ri. Shunaqagina bar. Tursunni yig'iltib yurgicha." Azhar bekla usab ketgachga og'zi qurib, gallardan namdidori qolmagan edi. Azhar ayoli Zuhrani chaqirib, Zuhra? Men bek usab ketdim. Menga so'yib chiqib bering, ha?" Zuhra lag'mon tortayotgan bo'lib o'lik ovozda, "Asta Azhar, xafa bo'lmay o'zingiz ichib turing, qo'lim bekor emas edi." "Voy, ina, tozimi o'rin kelsan qo'sa?" dedi. Olim o'rnidan turib, "Bo'ldi, men akirib beray." deb nug'uyni oldida oshxonaga suv akirish uchun chiqdi. Suvni elib, Zuhra diqqat qilmagan fursatda nadan kelgani aniq bo'lmagan dorini suvga aralashtiribdi va suvni uyga elib kirdi. Biroq uyda Azhar yo'q edi. Olim Tursunga qarab, "Bolam, dadam qini." "Dadam sirtga chiqib ketdi. Menga kamput elib beraman deb chiqib ketdi." Olim qo'lidagi suvni ustal ustiga qo'yib qo'ydi-da, bolani erkeltib o'ltirdi. Zuhra bir qancha o'qchigan lag'manni akilib, olimning qo'liga tutmasdan oldig'ila qo'ngni chiqib qo'ydi. "Qo'ysanglar, ajab ochig'ingiz yomon-ku. Qochining qo'ngi teshilib ketmasin?" dedi olim Zuhraga erkelab. Zuhra olimga bir ig'izmi gap qilmay chiqib ketdi. Olimning qo'rsiqi bekli ichib ketgachga o'xshagan mazalik lag'manni oldida ochiq suv lozidan selib aralashtirib, yeb og'izlari ichishib, ko'zlaridan yosh, burnidan moqi eqib ketdi. Olim o'zi akirgan suvga dori salg'inligini unutib, ig'izining ichishib ketganiga chidamay, suvning hammini ichibatdi. Olim suv akirishni bahona qilib, asta oshxonaga kirdi-da, lag'man tortayotgan Zuhraning yonidan o'tib, uning kassini silab, uning belida quchoqlab, "Sizdan o'tinib qalay Zuhra, meni murodimga yetkazib qo'ygan bo'lsangiz, sizni bakli yaxshi ko'rib qoldim. Tunugin kechimi sizni o'ylab uyqum kelmadi." Zuhra olimning qo'lidan yo'lqinib, qattiq varqirab, "O hayvon iflos! Meni qo'yib! Sen o'zingning ayoliga bo'g'irlik qilmoqchimi? Qo'yib, sendan o'tinay." "Hey, senlar nima ish qilyapsan, ha? O la'nati buzuqlar.
Senler meni yo'liga tep qo'yib, ishlaringni g'ippa deb bitkizmoqchimi, ha? deb ushqandek etilib, Zuhraning konidan siqib tamg'i chapilab. O sharmanda buzuq. Sening asli maqsading boshqa ekan-da. Meni yo'liga tep qo'yib, bu hayvon bilan buzuqchilik qilmoqchi miyding? Pulni unutib kelib, yenib kirmagan bo'lsam, senlar mening do'ppamga jigri solmoqchi miyding? Mana sana bu rasvo. deb Zuhrani necha qachat silvatdi va olimga nafrat bilan qarab, ochiq kulib. Sen texi mening akammi, ha? Tüy, qurib ketsin undaq gaplaring. Men yaxshi ko'nglim bilan seni uy makonsiz qilmasin. Yosh vaqtida turmush qurib olsin deb. Sendek odam emas hayvon uchun behuda avara bo'ptiman. Isit sen uchun qilganlarim. Sen latig'ilab odam emas hayvon. O'z inangning ayoliga zo'rlik qilmoqchimi, ha? Sening naring aka, naring qarindosh. Olim aloqazodi bo'lib, to'xta inam, men sana tushundiray. biroq Azhar olimning gapini anglamadi. Anglasimi, olimning nima demoqchi ekanligini obdan bilatdi. Olim boricha ishni Zuhraga döngab qo'yishi aniqla edi. Biroq Azhar ayoli Zuhraning iffatchan, axloqli ayol ekanligiga shaksiz ishonadi. Azhar o'yin-bo'yin qarab, ustal ustiga qo'yiqliq turgan 10 yayg'ochni ko'rdi-da, darhol qo'liga elib, olimning oldiga etilib berib, uni nachchini silvatdi. Olim qayoqqa chidamay, Azharni ishtirib etib yugurgan peti darvozadan chiqib, ko'zdan g'oyib bo'ldi.